Xitoy 3-iyun Beijingda Sharqi Turkiston haqidagi axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan majburiy emgak siyosati haqidagi ayblashlarni inkor qilishga uringan. Xitoyning soxta maydon, soxta obraz yasab chiqib, xalqaro jamiyatni aldash qilmishlari yillardan beri davomlashib kelayotgan bo'lib, Xitoy 3-iyundagi yig'inda yana o'z kechirmishlarini so'zlash nomida Oqsu paxta to'qimchilik zavodining ishchisi deyilgan Akbar Turg'un ismli Uyg'urni yolg'on guvohlik berishga majburlagan. Akbar Turg'un atalmış guvohlik so'zida Xinjiangda majburiy emgak yo'q, ayol 28,000 yuan maosh olamiz. Amerika va G'arb ellari shirkatlarimizni jazolab, bizning emgak huquqimizni ziyonga uchratdi. Biz buningga norozi degan. Janubiy Xitoy etiganlik pochtasi gazetining xabar qilishicha, yig'inda hujum nishoni Amerikaga qaratilgan bo'lib, atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatning bayonotchisi Shu Guishang majburiy emgak G'arbdagi Xitoyga qarshi kuchlar o'ynayotgan ko'zlar degan. Xitoyning Sharqi Turkistonda ijro qilayotgan bostirish, majburiy emgakka selish, jazo lageriga sulash, Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilish qatorliq irqiy qirg'inchilik siyosati, guvohchilarning isbot berishi, tadqiqotchilarning dokladlari orqali xalqaro jamiyatda kuchli qo'l qo'zg'agan edi. Sharqi Turkistondagi jinoiy qilmishlarning xalqarada oshkorlanayotganligidan qattiq beyoron bo'lgan Xitoy har xil razil vositalar bilan jinoyatlarni inkor qilishga urinmoqda. Germaniya taratqullarining xabar qilishicha, 7 davlat guruhi yer shari bo'yicha ul asliha qurilishini ilgari surib, Xitoyning bir balvoq bir yo'l planiga taqobil turishni planlagan. Xabarda qayd qilinishicha, sanoatlashgan 7 cho'ng davlat kelar hafta boshliqlar yig'ini ochadigan bo'lib, yig'inda yer shari ul asliha qurilishi planini o'tirg'a qo'yib, Xitoyning bir balvoq bir yo'l savdo planiga qarshi turdigan. Amerika, Kanada, Yaponiya, Angliya, Fransiya, Germaniya va Italiyadan tarkib topgan 7 sanoat davlati guruhi 11-iyundan 13-iyungacha Angliyada uchrashadigan bo'lib, yig'inga Amerika prezidenti, Yaponiya bosh ministri, Germaniya bosh ministri va boshqa davlat rahbarlari qatnashadi ekan. Germaniya Saudi gazetining xabar qilishicha, J7ning bir parcha hujjatida Osiyo, Afrika va Janubiy Amerikada dunyo bilan mos keladigan temir yo'l va portning kamchil, to'van karbonliq texnika va tor qurilishi yetarli bo'lmaganligi, shu sababli Dunyo bankisi qatorliq xalqaro pul muomala apparatlarning sur'ati bek osti bo'lib qolganligi, taraqqiy qilayotgan davlatlar darhol harakat qila oladigan sheriklarga muhtoj ekanligi bildirilgan. Ma'lum bo'lishicha, yaqindan beri Xitoyning bir balvoq bir yo'l planiga chetiqliq, parxo'rliq, emgakchilarni ezish va majburiy emgakka selish qilmishlari har qaysi davlatlarning noroziligini qo'zg'agan. Bu sababdan J7 Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishining o'rnini ola oladigan bir ul asliha qurilishi tashabbusini o'tirg'a qo'ymoqchi bo'lgan. Xitoy, Amerika va Yevropa ittifoqining Hong Kongdagi konsulxonalarining sham yiqish orqali Tiananmen maydonidagi qirg'inchilik voqeasini xotirlaganligini ayblagan va Amerika va Yevropa elchixonalarini Hong Kongning muqimligiga buzg'unchilik qildi deb tanqid qildi. Bildirilishicha, juma kuni kechda kishilar Amerika konsulxonasi binosi va Yevropa ittifoqi ishxonasining derazasida sham yondirilganligini ko'rgan. Amerika konsulxonasining bu munosabat bilan e'lon qilgan yozma bayonotida Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning so'zi naql qilingan bo'lib, bayonotda bu yil Tiananmen maydoni qirg'inchiligining 32 yilligi. Bu maydon 1989-yili Xitoy hukumatining o'z hukumatida so'z huquqiga ega bo'lishni, kishilik huquqni va bu huquqlarni ishlatishni tashabbus qiladigan 10 minglagan kishilarni jimliqtirish bilan qilgan rayimsiz harakatlari bilan o'xshash ma'noda yod etildi. Biz oldi bilan o'ldirilganlarning va hukumatning davomli bostirishiga qarshi davomli tirishchanlik ko'rsatgan botur faoliyatchilarning qurbonliklariga hurmat qilamiz deyildi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan bayonotida Hong Kongdan foydalanib Xitoyning ichiga singib kirish yoki buzg'unchilik qilishga urinish qizil siziqdan halqib ketdi. Buningga qat'iy yo'l qo'ymaymiz. Biz Hong Kongdagi aloqador davlat organlarining Hong Kongning ishlariga va Xitoyning ichki ishlariga aralashishni darhol to'xtatishni hamda o't bilan o'ynashdan saqlanishiga yana bir qatim chaqiriq qilamiz degan. Sharqiy dengizda Xitoy bilan Yaponiya o'rtasidagi talash-tortishdagi orallar sababidan jiddiylik yana kuchaydi.
İki dövlətin paraxodları bu rayonni çarlayotgan bo'lib, Yaponiya Xitoy paraxodlarining Sharqiy dengizdagi talash tortishdagi orollarga yaqin joyda 112 kundan buyon aylanib yurganligini bildirdi. Yaponiya tarafining bayonotida bu paraxodlarning yaqindan kuzatilganligi ta'kidlandi. Yaponiyaning bayonotiga qaraganda, Xitoy paraxodlari aprelda 4 kun, mayda 5 kun Yaponiyaning dengiz tavalligiga kirgan. Yaponiya Davlat Mudofaa ministri Kishinobu buning qabul qilg'usiz ekanligini ta'kidlab, biz barliq tadbirlarni qo'llanib nazorat qilish va istixborotni kuchaytiramiz dedi. Xitoyning Anxuy o'lkasida yuz bergan pichoq hujumida 5 odam o'lgan, 15 odam yaralangan. Anxuy o'lkasi Anjing shahridagi soqchilar shu yer vaqti 16:20 atrofida Renmin yo'li ko'chasida piyodalarga pichoq bilan hujum qilinganligini e'lon qilgan. Soqchilar pichoq hujumida 5 kishining qazo qilganligini, 15 kishining yaralanganligini bildirgan. Soqchilar bu voqeani tekshirishni boshlagan vaqtda hujum qiluvchining tutilganligi va yaralanganlarning doktorxonaga elib berilganligi to'g'risidagi uchurlarni ham bayahlagan. Egilinishcha, Xitoyda pichoq hujum qilish voqealari ko'p yuz beradigan bo'lib, 4-oyning 28-kuni Xitoyning janubidagi Guangxi Jiangsu avtonom rayonidagi bir yaslida pichoq hujumida 18 odam yaralangan.